Assalomu alaykum. Hurmatli musulmon ahli, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana kecha vaqt bo'lmay video qila olmagandim. Bugun mana videoni boshladim va kecha va bugunga xush kelibsizlar. Bu kanalda nima deydi? Ko'pchilik g'alati narsa nima qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Ko'pchilik hayron bo'lgandi. Bu kanalda bu kishi nima qilyapti deb Anvarjon shu kanalni menga sinov tariqasida topshirdi. Sentabr oyigacha shu kanalni nima desam, qandaydir chiroyli yurg'izsangiz sizga beraman dedi Anvarjon, katta ustoz. Shunga shu kanalda endi men chiqaman. Shu mashina ko'rib, yaxshi insonlar bilan birga shu kecha Talachitdagi oilani buni ko'pchilik biladi. Men ham video orqadan bilaman. Lekin bu proyektda qatnashmaganman. Shu Talachitdagi Otabekni zaifasi ayoli vafot etgani uchun Fotihaga borib qaytyapmiz. To'g'rimi Mansurbek? Pataxonlikka. Pataxonlikka. Bizda aytadi, mana birinchi kun janoza bo'ladi, bilasizlar, hamma musulmon ahli bilishadi. Va ikkinchi kuni mana kelyapmiz. Endi janoza payti asr namoziga bo'lganligi uchun biz ham juda kech bo'lib qoldik. Bilasizlar, endi 1,5 soat yo'limiz bor. Bari yetib kela olmas ekanmiz, ertaga xohlasa Pataxonlikka kelamiz deb. Mana bugun dushanba kuni, ya'ni 16-iyun sanasidamiz. Pataxonlikka kelib qaytyapmiz. Boya aytib o'tganlaridek, bu kanalda qo'llab-quvvatlab turasizlar. Haqiqatan bunaqa holat hali bo'lmagan. Bu akamizni bilmayman, Musoxon akani qandaydir aka yoqtirib qoldilarmi, bir ikkita endi qo'ldan kelganicha xizmatlarni qilib berganlarga bilmadim. Endi ko'rdinglar, videoni ortida o'zi sirazi boshlanib ketdi. Men sizga katta kanal beraman. Kichkina kanallar haqiqatan o'smadi, boshqa bo'lmadi. Shuning uchun hurmatli musulmon ahli, qo'llab-quvvatlab kelayotgan insonlar, iloji boricha shu akamni kuzatib turasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Yangi insonlar bo'lsa obuna bo'lasizlar. Endi shu qo'llab-quvvatlab tursanglar, qo'llacha 150 ming bo'lamiz ham deganmiz. Qolsa 150 ming ham bo'laman degan. 150 ming ham bo'lamiz dedik. Qo'llab tursa, sentabrga 3 oy bor. 3 oy ichida Xudo xolasa inshaalloh 150 ming ham bo'lamiz. Hozir necha ming obunachisiz? 104,5 ming bo'lyapti. 104 mingdan o'tdi. Endi plus minus 104 ming deylik. 104 ming, 46 ming obunachi kerak ekan. 46 ming obunachi bo'lish uchun juda ham chiroyli va qiziqarli videolar chiqarish kerak. Odamlarga ma'qul keladigan, foydali, imkon qadar shunaqa videolarni chiqarsangiz, Xudo xolasa qo'llab-quvvatlashadi ekan. Albatta. O'shanga harakat qilamiz. Chiroyli kontentlar olishi. Albatta. Bu ana Otabekning uyi u yoqda kapacha turuvdi-ku, o'sha kapachada borgan deydi, ha. Shu yangi uy qurilgan bor-ku, burchak tomonda turibdi-ku. O'sha kapacha. O'sha kichkinagina kapacha joyda yashashgan bo'lgan. Haqiqatan u yerga borganimizdan mana hozir biz kanalda ham ko'rishgan bo'lishi kerak. Ko'rishmagan bo'lsa, albatta Mansurbek o'z kanalida ham ko'rasizlar va Oxunov TV va boshqa kanallarda o'zi qo'yildi. Dalani bir chekkasida haqiqatan bir kapa bo'lgan. Polna aynan atrof dala. Hattoki uni uyini orqasida ko'rgan bo'lsangiz ham dala. Dala ekan, bekorga dalaning chetidagi oila deb chiqarilmagan. Bu oilaga aslida yakson tarqatgani kelingan, ya'ni karantin paytida yakson tarqatgani kelingan. Shu asnosida mana shu oilaga holatda qiyinligi va bemorligi, mana hozir rahmatlik bo'lib ketdi. Ozoda singlimiz bemor bo'lib yotardi, yura olmasdi, so'dralib yurardi. Shu holatdan olib chiqish maqsadida biz o'sha yerga, ya'ni birinchi Oxunov borganlik, keyin biz borganmiz. Shunday bo'lib ketib, keyin uy quramiz deganmiz. Birinchi u bemorimizni Shukurullo Jalilovga borganmiz. Bu yerda o'sha sog'lig'ini tiklash uchun o'sha yerda davolangan. Haqiqatan ham ko'ma sog'lig'i tiklangan. Haqiqatda OTB
ve opushlab yuradi. Opushlab deganda orqasidan ko'tarib yuradi. Kelin yurolmas edi. Ha, kerak bo'lsa Otabek aka kirlarni ham yuvamiz. Kerak bo'lsa kirlarni ham yuvamiz. Vaqtida o'sha holatlar ham bo'lgan. Endi bilasiz, har bir oilaga ayol kishi kerak. Ha, ayol kishi bo'lmasa shu paytda bola chaqasini bitta farzandi qizaloq 4-5 yoshlar bo'lganda shu paytda. Ha, kichkina bo'lgan. 4-5 yoshli bo'lgan. Buni eski obunachilar juda ham yaxshi bilishadi. Endi yangi ko'rayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Qisman kadrda qo'yib o'tsangiz, eslashadi va Oxunov TVda dala chetidagi oila desa, o'sha yerda qoldi 5,5 soatlik video bor. Ha, bo'ldi ko'rganman. Bitta 1,5 soatda 5,5 soat chiqdi. 5,5 soatda asosiy joylarini, ya'ni 40 ta seriya bo'lganda, 40 kun mobaynida ham sog'liq, ham uy qurilgan. Ikkitasini shunday olib borilgan. Sababi 40 kunda qilinishini sabablari ham bor. 40 kunda davolanish, ayolni davolash edi. 40 kun ichida uy qurishi juda ham bu paytda, karantin paytida juda ham qiyin. Ko'rish ham qiyin. Shuning uchun xullasi bu proyektdan zo'r holatda turibdi. Haqiqatdan men o'zim mana 5 yil o'tgan bo'lsa-da qilingan mehnatlar bu ko'pchilikni mehnatda yerda bir to'g'ri. Bir kishi emas, holat uy holati juda zo'r saqlangan. Mana qo'yil Otabekka ham shu o'tgan qizimiz Ozodaxonga ham chiroyli, haqiqatda ismiga mos ozoda qilib olib o'tiribdi. Uy holati 5 yilda ancha-muncha holat yo'qotib qo'yadi. To'g'ri, yangida turibdi. Endi kim biladi deysiz aka, bu yerga biz faqat xursandchilik qilib boramiz deb o'ylaganmiz. Endi hammani boshida bor narsa. Bandachilik, o'lim haq. Bu yerda biz xullasi cho'kib ketgan joydan shuni olib chiqib turib tekis yo'lga olib chiqib qo'yganmiz. Ya'ni uy joydan muammosini umuman olib chiqib tashlaganmiz. Keyin hamma aytdikdo narsalar bo'lgan. Bu yerda juda ham ko'pchilik insonlarning hissasi qo'shildi. Namangan, Andijon, Farg'ona, Vodiyni, Polni ham Voha tomonlardan, Toshkentdan juda ko'pchilik insonlarning hissasi qo'shilgan. Hattoki men Namangandan, Chortoqdan butun turli mebel olib kelganman. Endi yana bitta gap, bu birinchi loyiha bo'lganda. Birinchi loyiha bo'lgan. Birinchi uy qurish. Mayli kameralar bor. Birinchi loyiha, birinchi uy qurish. Bu vodiyda, ya'ni O'zbekistonda desa ham bo'ladi. Bu proyektlar juda ajoyib bo'lgan. Hatto ko'zlarni yumib olib kelingan. 2 yoshi bilgan bo'lsangiz, Otabek aka qurilishda ishlagan, to'liq Ozod aka rahmatlik больницада bo'lishgan. 2 yoshi endi biz shuni deb haligi biz tasavvur qildirib turib odamlarga shunaqangi ssenariy tarzida ko'rsatilganki, 2 yosh hayvon bo'lishi. 40 kun umuman ko'rsatmaganmiz. Bir-birini ko'rsatmaganmiz, bir-biriga gaplashtirmaganmiz. 40 kun mobaynida shunaqangi masofani uzib tashlaganmiz. 40 kundan keyin Otabek aka chotki kiyim olgan. Biz endi kiyintirib chotkilaganmiz. Ozodaxon singlimizni chotki nima qilingan, lekin ko'zi shuni ochib turib 2 yoshni ko'rsattirganmiz. Bu jarayonlarni iloji bo'lsa o'zini qo'yib o'tsangiz, odamlar biroz eslashadi. O'sha davrlar bir boshqacha bo'lgan. Bu hammasi Oxunovning ssenariysi bo'lgan. Ya'ni shunday qilib ko'rishtiramiz, mana shunaqangi tarzda nima qilamiz. Lekin eng jarayonda shunaqa holatda bo'lgan. To'g'ri, odamlar noto'g'ri tushunib, biz ham o'sha paytda so'kishgan. Hattoki telefonlar qilib, odamlar telefonlargacha sindirib yuborgan. Telefonlar qilib aytishgan menga. Qaysi bir kanalingni qarasam, hamma
qo'yishmaysanlarmi? Final chiqmagandagi qolgan. Finalda to'liq chiqmagan. Ko'z shunday ochilgan, ikki yosh bir-biri bilan ko'rishadigan jarayonda qiritib turib, ertasi kunga qo'yadigan bo'lganmiz. Chunki video uzun o'tdi aka, 1 soat, yarim soat bo'lib ketadi. Mahal telefonda yuklangan. Qiyin edi. Internet ham juda yaxshi emas. Montaj qilish ham juda uzoq vaqt olardi. Bu yerda ko'pchilik so'rayapti, men o'sha yergacha montaj qilishga majbur bo'lganmiz. O'sha paytda lekin qattiq so'kishlar eshitganmiz, qattiq odamlarni g'azabiga duchor bo'lganmiz desa ham bo'ladi. Bu ham bitta tarix bo'lib qoldi-da akam. Mayli, bu safar yaxshi kunlarda boraylik o'tabeyni. To'g'ri. Qizini uzatishda qanaqadir yaxshi natija, yaxshi kunlarida. Nima deymiz? O'lim haq deyiladi. Ozodaxon qizimizni ham joylarni jannatdan qiyin. Albatta. Jannat bog'chalardan qiyin deydi. Bu dunyoda ko'rmaganda nimalarni bu dunyoda ikki hissa qilib bersin Alloh. Shu endi boshqa qo'limizdan hech nima kelmaydi. Duo. Faqat duo. Qo'limizdan kelgancha aka, hozir mana sizni ham mana o'g'ildan pataxonlikka bordik, chiroyli patalar qilib va ikkita maslahatlar berdik. Yosh bo'lsak ham unaqa dabdabali narsalar qilmanglar deb aytdik. Endi kunigacha o'sha mahalladagi yosh katta inson sal gapirib o'rgan ekan, endi odamlar sal Salmas ochiq ayting va o'shada katta insonlar qoldi. Men haqiqatda bo'ya ko'rdim o'shada. Kechasi qorong'ilib, endi ikkita qo'y tuzza barobar. Bu qaydan qiladi? Bu kasal qo'y so'yish kerak, sizga barobar dasturxon qilish kerak. Bu gap emasda. O'z Otabeyga men tushuntirdim. Kommentariyada yozinglarchi, yaxshi gap gapiraman, yomonmi? Xo'p dedim, mana 3 deysizlar, xotinlar, hop 3 qilib masallarni dedim xotinni abedgacha shundoq 3 tugatib dedim. 3 orqasidan dedim, qaysi masjidga yaqinlasam, mana endi masjid bo'ldi. Masjidga borsangiz, domla imom xatib deyiladi. Imom xatib, muazzim, yana bitta 3 kishi bo'ladi masjidda o'sha inson. O'sha masjiddagi 3 ta insonni Otabeydi. Mana mahalladan bir 4 ta desam, aka mayli bir 6 ta dedi. 6 ta katta yosh ulug' insonlarni chaqirdim. O'sha masjiddagi 3 ta 4 ta odam kelsa 10 ta 12 ta odam bo'ladi. Qo'lidan kelganicha o'sha dasturxonini solib qo'y, keladi o'sha domlalar Qur'on tilovatini qiladi, duo fotiha qiladi. Shu bilan omin Allohu akbar. Ag'ini endi topganingda kichkinagina ehsoncha qilarsan. U ehson deyiladi. 40, 20 yil degan narsa yo'q. Bu Qur'onda ham endi bizcha domla emasmiz. Qur'onda ham boshqa narsada ham unaqa narsalar yo'q. Aza 3 kun aza. 3 kun aza deyilgan. Yaqinlarga 3 kun aza. 3 kundan keyin bu yoqdagi hayot davom etishi kerak. Bola chaqa bor, ro'zg'or bor, boshqa bor. Men shunda aytdim, mana sizlar o'z fikringizni sizlar ham yozinglar. Bu eng keragi shu. 3 ta domla, 6 ta katta qari odam, qariyalar shu mahalladan chiroyli tilovat Qur'on, shu duo. Boshqa narsa men kerak emas deb o'ylayman. 20 yil umuman yo'q narsa. Undan shu har namozda chiroyli duo qilib, ayolning nomiga o'tgan ota-onasi bo'lsa, o'shalarning haqqiga duo, shu duo boradi xolos. Boshqa narsaga u hoji kursunga deyiladi. Qo'pol qiladigan-da, u sak, qonun chiqqan boylar chaqirib bu ehson berish befoyda. Undan 4 ta qorin chaqirib chiroyli duo fotiha qilsa, o'sha o'zi hammasidan ziyoda bo'ladi. Sizlar nima deysizlar? To'g'ri bu gapingiz ham aka. Buni hattoki o'sha yerda bir yosh katta inson o'sha nimani kattaroq ekanlar shekilli juda tushungan insonlarga eshitgan bo'lsangiz gapirib o'tdilar, 72 soat. Shu bo'zdan kelibdilar. Shu bo'zda o'sha sentrdan kelibdilar-da. Zo'r gap gapirdi. 72 soat aza. Hattoki eriga ham 72 soat aza ekan. Endi ayol kishida idda bor. Idda qancha? 4 oy 10 kun o'tiriladi. O'sha 130 kunmi qanchadir o'tiriladi, shu iddasi bor ayol kishining. Undan keyin turmushga chiqsa bo'ladi. Misol. O'sha narsani aytib o'tirdi. Shuning uchun har xil haligi katta buni qilish, buni qilish
shundan ham ko'p ancha yo'qolib ketdi. Juda ehson qilgisi kelsa, ayrim insonlar shunaqa ham qilishyapti. Shuna endi men misol, hatto puli bor insonlarni ham ko'rdim-da aka. Qo'yni so'yib, o'shani go'shtini miskinlarga tarqatishyapti. Mana shu meni shu otamni nomidan yoki onamni nomidan duo qilib qo'yasizlar. Ana shu juda ham katta ehson, ana shu bo'ladi. Bizda ko'proq undoq qilinadi. Mana katta masjidlar bor-ku, masjidga o'sha bitta tog'orada oshit qilib, chiroyli oshit qilib, shu masjidga olib borib berib turib, mana jamoatdan o'tgan ota-onamga, o'tgan o'sha kattalarimga duo beringlar. Shu ana u ham ehson bo'ladi. Ehson, to'g'ri. Uyga olib kelib ehson qilib narsa berish shart emas, taomlantirish. To'g'ri. Juda bo'lsa keyinchalik qarindosh urug'lar o'zi yig'ilib, duo bata qilib o'tirib, Qur'on tilovatni o'qib, shu faqat o'sha siz aytmoqchi, faqat o'sha Qur'on tilovat bo'ladi. Tilovat bo'ladi xolos. Siz qo'ygan banan, ananaslarni bir tiyinlik daxli yo'q. O'tib ketgan insonlar. Endi o'zimizni lичный fikrimiz, ham yana noto'g'ri tushunmani. Biz ham hali qariya emasmiz. Hali katta bir boshimizdan o'tgan yo'q, lekin hammani boshdan o'tadigan narsa. Hammani tirik zot borki, hammadan o'tadi. Shu kecha haqiqatan bo'sh olmadingiz-a? Kecha o'zimni shaxsiy ishlarim bilan bo'sh olmadim. Shuning uchun video qildim. Kecha qo'ya olmadim, bugun qo'ydim. Bugun mana video qilyapsiz. Bugun mana video qildim. Kecha va bugun kanaliga obuna bo'linglar. Qo'llab-quvvatlarni, Xudo xolisa yaxshi kontentlar qilishga harakat qilaman. Anvarjon Oxunov katta ustozni ishonchini oqlashim kerak. 3 oy davomida men sentabr oyigacha shu kanalni qanaqadir o'sha narsaga olib chiqishim kerak. Shunda menga shu kanal podarka bo'ladi. Bir ikkita maslahatlar berganlar, shu maslahatlar orasida boramiz, xudo xolisa qilamiz. Sizlarga ma'qul keladigan umiddamiz. Yaxshi kontentlarni kutib qo'yinglar. Bu qo'llab-quvvatlab har xil holatdagi kontent bo'ladi. To'g'ri, tasodifiy, boshqa yaxshi narsa, xursandchilik, xullasi iloji boricha shu yomon narsa emas, hammaga ma'qul keladigan. Biz o'zimiz ham hozirgi paytda bilmaymiz qanaqangaligini. Tasodifiy degani yo'l-yo'lakay nima video qolsa o'shani qilishimiz mumkin. Shular qoladi. Lekin o'sha sentabrgacha qaysidir bir yo'nalishni tanlaymiz. Sentabrgacha shu nimadir qilib aqdan-bag'dan ijod izlaymiz. Albatta. Qaysi bir sizlarga ko'proq ma'qul bo'lsa, yo'nalishda ketamiz, xudo xolisa. Shu kanalda sizlar bilan birgalikda, to'g'ri, 104 ming odam bilan birgalikda yaxshi yo'nalishda bardavom bo'lishiga umid qilamiz. Shu sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. G'oyibona ko'rishguncha.